Bo'lsa bo'lsin, xalqimizga bo'lsin. Shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxi videoni oxirida. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Karavan korxonasi mijozlari. Ko'pchilik bizga kommentariyalar yozishibdi. Hammasini o'qib chiqyapmiz. Xursand bo'ldik. Bizni Rossiyadan, Moskvadan, Turkiyadan turib, atrofdagi davlatlardan, chet davlatlardan turib kuzatadigan klientlarimiz bor ekan. O'zbekistondan, Toshkentdan, Andijon, Namangan, Samarqand ko'p joylardan turib, O'zbekistonning barcha viloyatlaridan turib bizni kuzatishar ekan. Hammalaring kommentariyalarini o'qiyapmiz. Xursand bo'ldik. Bizga bu energiya beryapti. Hurmatli xaridorlarimiz, ko'pchilik yana yozishibdi. Albatta borish niyatim bor, niyat qildim, bizga ham nasib qilsin, to'yga boraman, sarpo qilish uchun boraman, sotish uchun boraman deyishibdi. Hammalaring niyatlaringga yetinglar. Do'konimizda hammalaringni kutib qolamiz. Karavan korxonasi mijozlari, bizni YouTube'da qo'llab-quvvatlayotgan mijozlarimiz, hammalaringga rahmat. Sizlar bizga energiya beryapsizlar, lekin negativchilar ham bor ichlaringda. Biz bularga e'tibor qilmaymiz. Bizni albatta doimiy yaxshi klientlarimizning kommentariyalari negativlarni yuvib ketishadi. Hammalaringga rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlaganlaring uchun. Biz energiya olib sizlarga yangi mahsulotlar chiqarishda davom etamiz. Sifatli, premium kачествоda bo'lgan mahsulotlarni sizlar uchun taqdim etishda davom etamiz. Karavan korxonasi sizlar uchun yana bir yangilik tayyorlab qo'ydi. Karavan korxonasi xodimlari izlanishlari natijasida Karavan brendi ostida sizlar uchun yangi mahsulotlarimizdan tayyor bo'ldi. Bu mahsulotlarimiz zo'r. Sizlarga hozir tushuntirib beraman. Bu mahsulotimiz 2 kishilik ko'rpa nabor bo'ladi. Trivodnom mahsulotimiz qalin ko'rpasi bo'ladi. Ichida shunaqangi prostina hamda 2 ta nauchkasi bo'ladi. Bu mahsulotimiz 2 kishilik. Materiallarga keladigan bo'lsak, materiallari HB plant bo'ladi. Bu mahsulotni bambuk mahsulotga adashtirmanglar. Bu umuman boshqa mahsulot. Kачествоsi premium kачествоda bo'lgan ko'rpa nabor. 2 kishilik. Sizlarga mana ichlarini ham ko'rsataman. Atroflarida shunaqa varaqlari bo'ladi. 2 kishilik qalin ko'rpa prostina nauchkasi bilan rasvetkalarini ko'rishlaring mumkin. Eng chiroyli rasvetkalarda sizlar uchun tayyor qilib qo'ydik. Qizlarimiz sarpolariga, quda andalarga, sovg'alarga tarqatish uchun juda ham zo'r, ko'rinishlari juda ham chiroyli. Hozir sizlarga bu mahsulotimizni divanga yoyilgan obzorini shu yerdan olib kirib ko'rsatib beraman. Ungacha mana sizlarga upakovkasini ham ko'rsataman. Upakovkasini qaranglar, qanaqa chiroyli upakovkalari. Quda andalarga, sarpolarga qo'yganlaringda juda ham zo'r obro' beradi. Mana yaqindan ko'rsatib beraylik. Prostinalarini shunaqangi nauchkalarini ustida bostirma choklari bo'ladi. Kачествоsi premium kачествоda. Endi qani ketdik, divanga yoyilgan obzorini birgalikda tomosha qilamiz. Karavan korxonasi mijozlari, obzorimizni boshladik sizlar bilan birgalikda. Ushbu Trivodnom mahsulotimizni obzor qilamiz. Qani ketdik. Mahsulotimiz shunaqangi chiroyli upakovkalarda bo'ladi. Quda andalarga, sarpolarga, olib borsalaring, sovg'alarga, hadyalarga bersalaring, qaranglar qanaqangi bagati mahsulot. Mahsulotimiz upakovkasini ochganimizda ichida shunaqangi chiroyli upakovkada alohida bo'lgan 2 ta nauchka hamda prostinasi bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek qalingina shunaqa ko'rpasi ham bor. Ko'pchilik sarpoga alohida yaxshi ko'rpa so'rab kelishadi. Bu mahsulotimizni nabori bilan birga xarid qilib olsalaring bo'ladi. Mana ko'rpa, qalin ko'rpa, 2 ta nauchka prostinasi bilan birgalikda 2 kishilik bu mahsulotimiz. Hozir sizlarga mana prostinalarini ham ochib ko'rsataman. Shunaqangi upakovkasidan ochsalaring. Mana shunaqa 2 ta nauchkasi bor. Nauchkalarini atroflariga alohida e'tibor berasizlar. Ustilarida bostirma choklari bo'ladi. Bu oddiy yoki ko'rimsiz nauchka emas. Eng chiroyli, eng akkuratniy ko'rinishda turadi. Divanlarga ham zapravka qilganlaringda rosa ham chiroyli turadi. Bunisi prostinasi bo'ladi. Hozir nauchkasini yostiqlarga kiygizib, birgalikda divanga solib ko'ramiz. Ko'rinishlarini bemalol ko'rib olishlaring mumkin. Mahsulotimiz matosi HB plant bo'ladi. Rangi chiqmaydi, katushka bo'lmaydi. Bemalol zakaz bersalaring bo'ladi. Ko'rpalari ham kattagina. Hozir sizlarga ko'rpasini ham ochib ko'rsataman. Ko'rpasining atrofida rosa ham chiroyli qilib tikilgan pirpirechalari bor. Rosa qizlarga, sarpolarga solganlaringda divanlarini, ustlarini zapravka qilib qo'yishsa ham bo'ladi. Mahsulotimizni adminkalarimiz lichkalariga yozib bemalol zakaz berib olishlaring mumkin. Karavan korxonasi Qo'qon shahrida joylashgan. 12 ta viloyat bo'ylab pochta orqali dostavka qilib yetkazib beriladi.
Aziz obunachilar, ko'rishlaring mumkin. Mana nauchkalarimizni chiroyli qilib podushkalarimizga kiygizib oldik. Ko'rib turganlaringdek rosa ham chiroyli turibdi. Sarpo uchun do'konimizga kelsalaring, shunaqangi chiroyli turadigan podushkalarni ham Karavan korxonasining o'zidan topishlaring mumkin. Nafaqat ko'rpa, yostiq, magazinimizdan pastellar, sochiqlar, har xil turda o'zlaringga kerakli bo'lgan mahsulotni sarpolar uchun bemalol kelib xarid qilib ketishlaring mumkin. Endi sizlar bilan birgalikda hozir naborimizni, prostinalari hamda ko'rpalarini ham divanga yoyib obzor qilamiz. Karavan korxonasi mijozlari, ko'rib turganlaringdek, naborimizni prostinasini razmerlari kattagina, bexijolat bo'ladi. Ko'pchilik klientlarimiz do'konimizga kelishganda e'tiroz bildirib o'tishadi. Bozordan pastel olgandim, kuyovnikiga sarpo yoygan borganimizda pastelni ochganimda uyalib qoldim, razmeri kichkina keldi deyishadi. Bu mahsulotimizni bemalol qo'rqmasdan olishlaring mumkin, chunki razmerlari sizlarni uyaltirib qo'ymaydi. Ko'rib turganlaringdek, divanimiz razmeri kattagina, bu divanimizga ham bemalol tashab turibdi. Bundanda katta razmerda bo'lgan divanlarga ham bemalol to'g'ri keladi. Bemalol qo'rqmasdan, uyalmasdan xarid qilib olishlaring mumkin. Mahsulotimiz matolarini qaytarib o'taman. Matolari hidi plant bo'ladi, rangi chiqmaydi, katushka bo'lmaydi. Kir mashinalarga solib, yuvib yillar davomida mazza qilib ishlatasizlar. Karavan korxonasi mijozlari Karavan korxonasida sifat doim birinchi o'rinda turadi, yuqori darajada bo'ladi. Bemalol xohlagan mahsulotlaringni uyalmasdan, qo'rqmasdan xarid qilib olishlaring mumkin. Uyda o'tirgan holda adminkalarimizga murojaat qilib zakazlaringni amalga oshirishlaring mumkin. Agar mahsulotimiz biz tomonimizdan, ya'ni Karavan korxonasi tomonidan mahsulotimiz yirtiq, so'kilgan yoki qanaqadir joylari bo'lsa, ko'ngillaring to'q bo'lsa, mahsulotimiz agar biz tomonimizdan brak bo'ladigan bo'lsa, ko'ngillaring to'q qilsalaring, mahsulotni o'zimiz bepulga alishtirib jo'natib beramiz. Endi mahsulotni imkon qadar uylaringga borganda tekshirib olasizlar. Biz pochtalarga yoki dastavkalarga javobgar emasmiz. Agar yo'lda yoki dastavka yoki pochta orqali mahsulot kir bo'lib qolsa yoki yo'lda dastavkalar orqali yirtilib qolsa, unga biz javobgar bo'lmaymiz. Agar biz tomonimizdan bo'ladigan bo'lsa, albatta ko'nglaring to'q bo'lsa, biz alishtirib beramiz. Bemalol qo'rqmasdan zakaz berishlaring mumkin. Imkon qadar mahsulotlaring pochta orqali borsa ham, dastavkalar orqali yetib borganda ham mahsulotlaringni tekshirib olishlaringni iltimos qilib qolamiz. Ko'rib turganlaringdek, ko'rpasining atrofida shunaqangi chiroyli purpurchalari bo'ladi. Sarpolarga, divan zapravkalarga ham bemalol olishlaring mumkin. Qaranglar, qanaqa chiroyli, ko'rinishlari ham bagati, har bir rasvetkasi o'ziga yarasha, odamni o'ziga jalb qiluvchi eng chiroyli trendiy rasvetkalarda hurmatli mijozlarimiz uchun tayyor qilib qo'yganmiz. Qaranglar, bir-biridan chiroyli. Keyingi rasvetkalarini ham sizlarga albatta divanlarga yoyib obzor qilib berishga harakat qilaman. Hurmatli xaridorlarimiz, YouTube'da, Instagramda, TikTok, Facebooklarda bizni kuzatib turgan bo'lsalaring, pastda Telegram linklarimizni qoldiraman. Kirib ulanib olinglar, chunki baribir hamma mahsulotimizni, hamma rasvetkasini YouTube yoki boshqa videolar ichiga joylayolmaymiz. Shuning uchun mahsulotlarimiz rasvetkalarini tanlamoqchi bo'lsalaring, Telegram kanalimizga obuna bo'lib, har bir mahsulotimizni, nafaqat bu, balki boshqa mahsulotlarimizni ham rasvetkalarini, narxlarini, obzorlarini, rasmlarini, divanlarga yoyilgan obzorlarini Telegram kanallarimizdan topishlaring mumkin. Karavan korxonasi mijozlari mahsulotimizni upakovkalarini ham ko'rishlaring mumkin. Upakovkalari ham xudalar bob, sarpo bob, juda ham zo'r, obro'li bo'ladi. Bemalol xarid qilib olishlaring mumkin. Shunaqa Karavan brendi ostida ishlab chiqarilgan mahsulotimiz. Sumkalari ham shunaqa Karavan sumkalarda bo'ladi. Bemalol xarid qilib olishlaring mumkin. Karavan korxonasi mijozlari bizdan ko'p klientlarimiz kачествоsi zo'r bo'lsin, narxlari hamyonbop bo'lsin deb talab qilishganligi uchun bu mahsulotimiz klientlarimiz talablariga binoan Karavan brendi ostida ishlab chiqarilgan. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, albatta sizlarni narxlari bilan ham tanishtirib o'taman. Narxlari juda ham bomba narxlarda chiqqan. Sizlarni albatta qoniqtiradi degan umiddaman.
Ushbu mahsulotimizni narxi 185 ming so'mdan chiqdi. Karavan korxonasi mijozlari hamma do'konlarda ostatka mahsulotlarga, qolib ketgan mahsulotlarga skidka e'lon qilinsa, karavan korxonasi har doim yangi chiqqan mahsulotlarga skidka e'lon qiladi. Bu mahsulotimizni narxi 185 ming so'mdan chiqdi. Biz mijozlarimizni, klientlarimizni, obunachilarimizni o'ylagan holda shu videoga bitta like bosib ketsalaring, bu mahsulotimiz sizlarga bomba narxlarda 145 ming so'mdan qilib berib yuboramiz. Mazza qilib olib foydalanib qolinglar. Sarpolarga, quda-andalarga, hadyalarga mazza qilib olinglar. Qudandaga bermasalaring, sarpolarga bermasalaring, bitta o'zlaringga olib qo'yinglar. Shunaqa mazza qilib ishlatasizlar. Mani duo qilib ishlatasizlar. Shunaqa zo'r kачестволari bomba mahsulotimizni 145 ming so'mdan xarid qilib olasizlar. Boshqa hech qayerdan bu mahsulotni bu narxga topolmaysizlar. Matolari hali plant bo'lgan mahsulotimiz. 2 kishilik qalin ko'rpa, prostina, nalochka. Sizlarga bonusiga mana upakovkalarini ham qo'shib beraman. Mazza qilib olib olinglar. Nima bo'lsa bo'lsin, 5 ta va 5 tadan ko'p bo'lgan mijozlarimiz uchun bu mahsulotimizni atiga 135 ming so'mdan olib, sotib foydalanib qoladigan joyi. Bemalol adminkalarimizga murojaat qilib, xohlagan rasvetkalaringni tanlab xarid qilib olishlaring mumkin. Bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lsalaring, bu mahsulotlarimizni barcha rasvetkalari Telegram kanalimizda rasm obzorlari bilan divanga yoyilgan holda obzorlari bilan topishlaring mumkin. Karavan korxonasi Qo'qon shahrida joylashgan. Qaytarib o'taman, 12 ta viloyat bo'ylab pochta, dostavka xizmatlarimiz bor. Bitta olasizmi, 10 ta olasizmi, nechta olishingizdan qat'iy nazar, bemalol uyda o'tirgan holda karavan korxonasi adminkalariga murojaat qilib, bemalol zakaz berishlaring mumkin. Zakazlar bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Karavan korxonasi har doim xalq xizmatida.